Pour toi qui tiens comme une braise dans sa main, tu soutiens certes les gens du droit. Ochiqchasi arab tiliga, etap arab ketmayapsiz. tiliga. Yani ochiqcha, Birodar. mana siz o'rgata olasiz. Qani etap ketmayapsiz, Keling to'xtang. sizga savol. Mana shu ota-onalar qatdan o'rgatsin bolasiga Qur'onni? Mana shu ota-onalar hozir bu kimga bersa, bu ota-onani ham sudlayapti. Dal shu kichkina bolasini ham sudlayapti. Haligi muallimi sonini topgan odamni ham sudlayapti. Siz-ku arab tilini bilasiz. Xo'p, bunga kelishdik. Lekin bilmagan odamchi o'g'lini bergan uchun aybdormi? U o'g'lim o'zi ota-onasi arab tilini bilmaydi, Qur'onni o'qish bilmaydi, o'g'lim iymonli bo'lsin deb Qur'on o'qishga bersa, uni sudlab o'tirsanglar, qanaqasiga bu? Siz bu odamlarni Alloh yo'lidagi mujohidlar deyapsiz, vatanni himoya qilyapti deb turibsiz. Vaholanki allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit togut. Iymon keltirganlar Allohning yo'lida jang qiladi, kofir bo'lganlar, iymon keltirmaganlar esa tog'utni yo'lida jang qiladi. Bu tog'utni yo'lida askar bo'lib turgan odamlar emasmi siz musulmon deb nisbat berayotgan odamlaringiz? Pour toi qui tiens comme une braise dans sa main, tu soutiens certes les gens du droit chemin. Tu détiens la défaite de tous les Romains. Oh combien tu as détruit les peuples.